Osmani sultanları. Sultan II. Sulaymon. Osmani dövletining 20. padişahı. Hüküm sürgen devri 1687-yildan 1691-yilgacha. Sultan II. Sulaymon 1687-yili 8 noyabrda taxtga chiqqan vaqtida 46 yoshda edi. Osmani dövleti g'arbda uzluksiz tuproqlaridan ayrilib o'tdi. Vengriya va Belgradning qo'ldan ketishi padişahni bekli mayislantirdi. Faqat qo'shinning beshida turish uchunla salomatligi yor bermasligiga qaramasdan Sofiyagacha keldi. Nishning dushman qo'liga tushib ketishi bilan Edirnaga qaytib keldi. Nishdagi musulmon xalq Anatoliyaga ko'chishga boshladi. Bulardan faqat 1/3 qismi Anatoliyaga yetib keladi. Qolganlari yo'lda dushmanlarning tahdidi ostida vayron bo'ldi. Kövrüklük ailesinden bolgan Fazıl Ahmet Paşa Niş ve Belgradni qaytırıp aldı. Sultan II. Sulaymon 1691-yili 22 iyun vafot tapdı. Qabrisi Qanuni Sultan Sulaymonning maqbarasida. O'ttirboy, lachin tumshuq burun, simiz bir kishi edi. Davlatni boshqarolug'idek ta'sir kuch jihatda yo'qsul edi. Asalli atrofdagilardan ta'sirlanatdi. الصديق فخرا وابن عفان البئر سلان والفاتح عثمان وابنة شفين والغازي سليمان اسأل الرومان عنهم